e'tibor markazlarini Qibray tumani Sherali mahallasiga qaratamiz. Orientirimiz Baxtiyor to'yxonasi bo'ladi. 15 sotuvli yerimiz sotuvga tushgan. Bilaman, biz ham auditorimizda katta yerga qiziqadigan akalarimiz bor. Quruvchi, tadbirkor, kattej quruvchi akalarimiz yaxshi variant topib qo'yganmiz. Mana shularga bo'lib ko'rasizlar. Mana shu tarafdan boshlanadi. Bunaqasi oxiriga ketadi. Mana shu oxiriga ketadi. 15 sotuvli yerimiz sotuvga tushgan. E'tibor markazini Qibray tumaniga qaratamiz. Qibray tumani Sherali mahallasi bo'lyapti. Hop, fasad razmeri qaranglar. O'sha boshidan bu yoq ishlik blok oxirigacha 70/80, yo tarafi 20/20. Yo tarafdan ko'rsatib beramiz. Butun oxirigacha ko'ring, katta ishchi okalarimiz, tadbirkor, biznesmen okalar yaxshi joyimiz sotuvga tushgan. Bu taraf boshida ko'rsatib obzorni qilib beramiz. Bu yoshlik blokdan ko'rdik. Bu yoq boshi kelganimizda mashaqqatchi bo'lyapti. 70/80. Bunaqasiga 21/20. Joyimizda jiloy mahallani ko'ryapsizlar. Tekis, asfalt, yo'lda joylashgan shu katta ko'chagacha ko'ryapsizlar. 3 metr chiqadi katta ko'chadan yo'l yuzida joylashgan. Bittasidan chiqqandan ko'rsatib obzorni qilib beramiz. Narozadan joyimizga kirib kelar ekanmiz. Bu yerda o'zini 650 kvadratli binosi bor ekan. Okalarimiz fermer xo'jalik bilan shug'ullanib kelishgan ekan. Mana shu zavoddan bunaqasi devor tortiladi. Naro tarafda suvlarni, o'zlarining suv zovurlari bor. Bularni ko'rsatib beramiz. Bitta binoni ko'rsatib beraylik, keling. Tepalaridan ves qilingan. Kirganimizda bizdan ko'rib turgan bitta kichkinagina xona kutib oladi. Bu tarafda o'zini eski oshxonasi. Yonginasida fermerga qaraganda yotoqxonasi ekan. O'zlari o'sha okalar qarashgan, shundan yotishga mana joylar qo'yishgan. Bu tarafda o'zini bitta kladovkasi. Bu tarafda ham o'zini bitta kladovkasi. Bu yerda o'zini orqa hovlisi ko'rib turganingdek. Aytib o'tganimda binosi 650 kvadratdan iborat ekan. Bu yerda o'zini molxona qilib foydalanishgan. Tepa patologlarni ko'ryapsizlar. Patologga ham normalniy summa ketgan dotlar okamlar, yaxshi narsalar qilingan. Sifatli o'zimizga qilganimiz dotlar ba'zi bir sababli ko'ra sotuvga qo'yilgan. Buni biz tashab o'zingizlar olasizlar kattejni tushirib tashlaylik bo'ladi, chunki jiloy ekan joyimiz. Xo'lusini ko'ryapsizlarmi? Keng katta yaxshi qilingan. Xo'lusi ham katta. Binosning fasadi ham ancha katta ekan. Bu yoq tarafda o'zini suvlari bor ekan, ko'rib turganlaringdek. Keling, bu yoqdan ko'rsatib beramiz. Ko'ryapsizlar, okamlar aytayotdilar, suvlari ko'p oqadotdilar. Hozir yana dalaga suv quyishayotganga ba'zi bir sababga ko'ra suv kamaygan dotdilar. Yerimizdan bardakligiga ozgina ahamiyat bermaysizlar, chunki bu yerda 8 oydan beri qolib ketgan, hech kim qaramayapti dotdilar. O'shanga yerimiz ozgina qarovsiz holatga kelib qolgan. Bu yoq taraf ko'ryapsizlar, o'zining bu yoq taraf ham orqa hovlisi. O'sha shillaki blokdan, mana shu shillaki blokdan joyimizni tugaydi. Okamlar aytayotdilar, klient bilan kelgan klient bilan yaxshi kelishyapsiz deyaptilar. Mana bu tarafdan ham okamlar joylariga qo'shib beraman deyaptilar. Yo'q, men gaplashib olamiz o'zimiz deyaptilar. Shu mana shu shillaki blokdan o'sha joyimizni tugaydi. Mana orqa hovlisi ham katta ekan, katta ko'rib turibsizlar. Suvlar ham yaxshi holatda oqyapti. Suvlar o'zi har doim to'lib oqib turadi. Endi ozgina hozir dalaga quyishayotgandan keyin suvlar ozgina kamaygan deyaptilar. Yerimizdan ko'rdinglar, yoqamizda like bosib qo'yasiz. Aytib o'tgan umumiy yer maydoni 15 sotuvdan iborat. Lokatsiyamiz Qibray tumani Sherali mahallasi bo'lyapti. Bir sotuvga 20 ming dollardan so'rashyapti. Oldiri shart-sharoitlar, bog'cha, maktab, to'yxona, hamma narsa shart-sharoitlari bor. Oldiri ko'p turgan magazinlari ham bor. Shart-sharoitlari zo'r. Katta ko'chadan shundagina yo'l yuzida ikkinchi joyda joylashgan. Katta ko'chada birinchi magazin, ikkinchisi bu xonadonimiz kelgan. Shart-sharoitlar zo'r. Bir sotuvga yetib o'tganda 20 ming dollar so'rashyapti. Qiziqqanlar nomerlarni qoldiramiz, bemalol telefon qilib o'zingizlar barakasini qilsanglar bo'ladi. O'rtaga hech qanaqa maklif pakiri telefon egalari bilan tushsanglar bo'ladi.